Bu iki juftlik noqonuniy tarzda Empire Building'ning eng tepasiga chiqib, love story qilishdi. Ular hech qanday xavfsizlik vositalarsiz yer sathidan deyarli 426 metr balandlikka ko'tarilishdi va buni jazirama issiq paytida harorat deyarli 100 darajaga yetganda amalga oshirishdi. Rasmiylar ularning tepaga qanday chiqib olishganini umuman tushunishmaydi, chunki odatda u hudud qattiq qo'riqlanadi. Yuqorida ular Jimi Hendriksning mashhur iborasi yozilgan bayroqni ilishdi va bayroqda qachonki sevgi qudrati hokimiyatga bo'lgan muhabbatdan ustun kelsa, shunda dunyo tinchlik ko'radi. Ular u yerda ancha vaqt qolishdi va yakunda yigit tiz cho'kib qizning qo'lini so'radi, ya'ni turmush qurishni taklif qildi. Bu holat hattoki ularni to'xtatishga urinayotgan politsiyachilarni ham hayratda qoldi. Umuman olganda bu juftlik bunday truklarga begona emas ekan. Ular hech qanday xavfsizlik jihozlarsiz ulkan binolarning eng tepasiga chiqishlari bilan juda ham mashhur. Hatto ularning Netflixda shaxsiy hujjatli filmlari ham bor ekan. Aftidan buni ular ancha vaqtdan beri rejalashtirib kelishgan va nihoyat ular amalga oshirdi. Oxir-oqibat baribir ular hibsga olinishdi va hududga noqonuniy kirishda ayblandi. Lekin endi ularda nabirlarga aytib berish uchun ajoyib hikoya bor.